odam qilmoqchi bo'lgan yaxshiligini va niyatini iloji boricha ota onasiga avvalo, keyin yaqinlariga va jamiyatga bog'lash kerak ekan. Faqat egoistlarcha o'zimga yo menga bo'lsin desa, erishmoqchi bo'lgan narsasi ancha uzoqqa ketib qolar ekan. Maqsadi vaqt va kuchni ko'proq talab qiladi. Agar o'zini orqaroq planga olib, yaqinlarini qo'yadigan, avvaliy ota onasi qo'yadigan bo'lsa, ustozlarini, hammani Allohim bu dunyoda unga yordamchi qilib qo'yar ekan. Bir voqea aytib bermoqchiman. Har yili maqsad yozaman hayotimda. Shu yil uchun qilishim kerak bo'lgan 10 ta ish, kattaroq ish. 2 yil oldin maqsad yozdim. Alloh nasib etsa bu yil Toshkent shahridan otam uchun, shu uydagilar uchun yaxshi bir uy olamiz nasib va dadamga bir yaxshi mashina olib beraman. Inomarka mashina olib beraman nasib etsa deb niyat qildim. Alloh taolo juda ham bir go'zal tarzda yetkazdi va keyin mashina oladigan paytga kelib qoldik. Keyin qidiryapman, bir yaxshi mashina chiqdi. Aloqaga chiqdim, bog'landim. Taxminan falon $1000 degan. Keyin ko'rishdik, yarim kechasi. Dadam bexabar. Kechasi soat 10-11 chiqib ketganman, Sergeliga borganman. Mashina bozorda turgan ekan. Buni avto e'londan bir joyda ko'rib qolganman. Bordim, egasi bilan ko'rishdim. Jahongir aka degan juda yaxshi inson ekan. Keyin rosa savdolashdik deng. Bizga muxlis odam ekan. Ham boyagi niyat dedim-ku. Niyat endi dadamiz uchun olish bo'lgan. Allohim bir ko'ngliga soldim ekan. $4,000-4,500 o'tib yordi, kechib yordi. Ya'ni savdolashyapmizki, shunday bir nuqtaga kelib qoldim. Men bir $500 qo'sha olmaydigan, u kishi bir $500 tusha olmaydigan holatga kelib qoldik-da. Men falon ming deyapsam, u kishi falon ming deyapti. O'rtaga hech kim tushmaydigan darajada muzokara qilyapmiz. Tabiatan qattiq muzokarachiman. O'zimga nari tarafdan bir qarasam. Keyin umuman mashinani minib, kun sovuq aylanib yurib, yana ertasi ko'rishdik. Hali savdo pishmagan. Xullas aylanib bir joyga kelib qoldik. Ilonli ota masjidi bor, ko'pchilik biladi. O'sha masjidning yonida juda ham bir shirin ovqatlar qiladigan bir halol, yaxshi bir taomxona bor. Egalari juda ham bir go'zal insonlar, taqvodor insonlar. Xullas sovuqda gaplashib turibmiz bir-birimiz bilan. Taxminan bu dekabr oyi bo'lyaptimi? Hech savdolarimiz pishmayapti. Sovqat ketdik, ichkariga kirdik. O'zlari taklif qilishdiki, ichkari kirib gaplashingizlar. Gaplashyapmiz, tabassum kelib qoldi haligi joyda egasi. Keyin hazrat, siz shuncha xalqqa xizmat qilyapsiz, ilmli yo'lda xizmat qilyapsiz, juda qattiq yaxshi ko'ramiz, muxlisingizmiz. Bo'lib ham dadangiz uchun olyapsiz ekan. Shu o'sha narxga kelishingizlar, $500 men niyat qildim, atadim dedi. Keyin qaradim, ya'ni pulim yo'q emas, bor. Qo'ysangizchi dedim. Kerak emas desam, yo'q. Siz xo'p deng, iltimos dedi-da, qo'yardi qo'ymay, og'iz ochirgani ham qo'ymadi, qattiq turib oldi-da, haligi odam bilan savdoni pishirishdik va chiqib ketayotganimizda yaxshilikki ko'p cho'zilsa bo'lmaydi. Men hozir shunda xayolim joyidagi paytda berib qo'yay deb turib qo'yardi, qo'ymay $500 berdi. O'shanda qattiq ta'sirlanganman. Ya'ni hozir biz shunday zamonda yashayapmizki, aka-ukasiga $500 bermaydigan zamon. Kim uchundir arzimas puldir bu, kim uchundir katta puldir, nisbiy narsa. Lekin men uchun o'sha paytda bir boshqacha qiymatga ega bo'ldi bu pul. Alloh siylasi haqiga ko'p duo qildim. Ya'ni pulga muhtojlik joyim yo'q edi, lekin ayni ota uchun qilinsa, Alloh taolo umuman g'irt begonalarni ham qalbiga solib qo'yishini va sizning yo'lingizga yordamchi bo'lishini shunda tushundim. Bu bir qonuniyat ekan. Sababi mashina egasi bir ancha bir 4000 esi bor odam yoki qalbiga Alloh taolo solmasaki, faqat aqlga bo'ysunadigan, o'zini yo nafsini yaxshi ko'radigan odam bunchalik o'tib bermaydi. Masalan, savdolashgan payt 500 o'tar, 1000 o'tar. Lekin u odam ham himmat qildi. Bu odam ham himmat qildi. Sababiki, ayni bu aytganim yaxshilikni va niyatni otaga bog'lash. Alloh siylasin. Biz inshaalloh bu bizga yordam qilgan insonlarni hozir mana shu videodan keyin to'g'ri ziyoratiga boramiz. Men ancha siqilib qoldim. Qanday nimagaki
chet elda bo'lganman. Bu joyi bir Alloh sinovi bilan bu kishini taomxonasi yonib ketdi va hozir Allohga shukrki, yaxshi ta'mirdan chiqarib, rebrending qilishib ochishgan. Inshaalloh barcha qadrdonlarimiz, yaqinlarimizni mana shu joyga taklif qilamiz. Kattaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Alloh siylasin, yaxshilar bor bo'lsin. Odamni nima aynitadi? Mashinam ustaxonada taksiga ketyapman. Taksi yoshi katta, ko'pni ko'rgan odam ekan. Odatda shunaqa insonlar bilan ko'proq gaplashib ketishga harakat qilaman. Va bir ajoyib narsani aytib berdi. Meni bir tanishim bo'lardi. Avval bozorda ishlaganman dedim. Sog'liqda ishlaydigan, o'zi viloyatdan kelgan, bu yerda bir sog'liq boshqarmasiga kirib, ancha payt xizmat qilib, kichik lavozimda u yoqqa bu yoqqa yugurib yurardi, kelib ketib, bu xizmat aytgan bo'lib, keyin oradan yillar o'tdi. Biz ham ba'zi bir ishimiz tushgan bo'ldi, hal qilib berdi. Xullas kalom, yaqin bir inson bo'lib ketdik, oshqatiq bo'lib. Biz biror bir ma'raka qilsak, to'y qilsak chaqiradigan, biz o'qisa boradigan. Yillar o'tib, Xudo berib bir yaxshi lavozimga ko'tarildi va katta bo'ldi. Va uni qo'llarida qancha-qancha xizmat qilib yugurib yuradigan pastroq lavozimda boshqa bir odamlar paydo bo'lib qoldi. Endi boshliqda. Va bir kuni to'yga aytdi. To'yga bordim. Borsam turibdi endi kasm shimlarda bir bashang Toshkentning falon bir to'yxonasida qilyapti. Birdan bir kishi kelib falonchilar keldi deyishdi. Keyin og'zidan bir so'kingan gap chiqib, tez olib o'tgan uni to'yxona orqasiga, boshqasiga deb. Yuzi bujmayib ketdi. Qarab turibman avtobusda shu oddiy o'zimizni qishloqda sodda bir odamlar, sodda kiyingan odamlarni bitta tushib ketyapti-kan, borib ularni yana bir chiqarishib to'yxonani bir orqa avtoturargohiga o'tkazgan bo'lishida rosa bir g'azablanib qoldi, haligi boshqacha bo'ldi. Men keldimda kim edi bular? Nima uchun unaqa qilding desa, qishloqdan qarindoshlarim kelibdi. Otam, onam, boshqalar. Ko'rib turibman, o'sha eskiroq kiyimlardadir, boshqadadir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shunday nafratim uyg'onib ketdi odamga deyapti, bu haydovchi aytayapti. Sen o'zingni ota-onangni yoki qavmi qarindoshlaringdan uyaladigan bo'lsang, vaqti kelsa meni ham chopib ketaverasan ekan, mendan voz kechib yuborasan ekanda. Senda bir subut yo'q ekan deb qattiq gapirib shu yerda ketib yordim. Umuman aloqalar uzib yordim deyapti-da. Ya'ni men o'xshataman, inson bir muvaffaqiyatga erishirken albatta uni orqasida qo'llab turgan odamlar bo'ladi. Bu go'yoki hamma dengizda suvda qiynalib cho'kaman deb turgan payt, hayot uchun kurash bo'lib turgan payt bir qayiqqa bir odam bir amallab chiqayotganda orqasidan ko'tarib, masalan, qavmi qarindoshidir, ota-onasi, tasavvur qiling, majoziy aytaman, bir amallab chiqardi deng, haligi noinsof boshqalarni qo'lidan tortishdan ko'ra uni o'rniga eshkak bilan yo'qolinglar deb turib bularni uradigan bo'lsa, pastlar yoki qishloqlar yoki qoloqlar deb uradigan bo'lsa, qanday bir jirkanchlik, qanday bir pastkashlik bu. Sen qayiqqa chiqib o'zingcha najot topgan, seni tasavvuring najot topgan odamsan, lekin seni oyoqqa turishingga xizmat qilganlarga nonko'rlik qiladigan bo'lsang, kattaroq bir mansab uchun hech narsadan toymaydigan, hammani sotadigan odamlar ham yo'q emas atrofimizda. Alloh taolo o'zini hisob bersin ularga. Lekin inson hech qachon qayerdan chiqqanini unutmaslik kerak ekan. Mening shunday tanishlarim bor. Uyiga borsangiz, eski yoki ishxonasida ham eski mahsullarini ilib qo'yishgan. Mahsidir, kalishlaridir, boshqalaridir. Ba'zilari shu eshigiga kiraverishga peshonasi tegadigan bo'lib turib kirishadi. Nimaga shunaqa qilgansiz desa, men doim o'tmishimda eslab turishim kerak. Men o'zi kim edim, qayerdanman, qayerdan chiqdim, qayerga qarab keldim va qayerga qarab ketyapman. Sababi inson yaxshilikka nonko'rlik qiladigan bo'lsa, mansab uni faqat va faqat zarariga ishlaydi dunyoda. Oxiratda ham javobi qattiqroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun
Xudo oqibatimizni xayrli qilsin. Mansab yoki pul deylik yo boshqa narsalar tug'yonga ketkazib qo'ymasin. Hammamizga oqibat yaxshi oqibat, xayrli oqibat nasib qilsin deyman. Kimdadir bu kuzatilgan bo'lsa, kinolarda bo'ladi, hammasi o'xshashlik yo tasodif deydi. Ya'ni bunaqa voqealar bitta odamda bo'lmagan, ko'pchilikda bo'lgan. Zero mana shu gap unga bir ta'sir qilib ko'zini ochishga sababchi bo'lsa, yo endi o'sib kelayotgan mansab pilla poyasida yuqori ko'tarilayotganlar uchun ibrat bo'lsa ajab emas. Salomat bo'lasizlar. Savol: ko'pincha xatti-harakatlarimni nazorat qila olmayman. Ba'zi ishlarni noto'g'riligini bilsam-da, uni qilishdan o'zim to'xtata olmayman. Bo'lyaptimi? Ko'pchilikda shu muammo bo'lsa kerak. Alloh taolo isloh qilsin avvalo. Buni tushunish uchun fikrlash tarzimizni ozgina o'rganib chiqishimiz kerak. Ularga qaysi omillar ta'sir o'tkazadi? Odatda 4 ta omil ta'sir qiladi fikrlashimizga. Birinchisi gen. Ya'ni ota-onamiz qanaqa bo'lsa, katta ehtimol bilan bizni xatti-harakatlarimiz, qiladigan qarorlarimiz, hatto o'ylashimiz ham o'xshaydi. 100% emas, lekin bu omil yaxshigina ta'siri bor. Said rahmatulloh Termiziy domla bir ajoyib misol aytib bergandi. Bir yigit vafot etganda ayoli qornida bolasi bilan qolgan ekan va undan keyin u farzandli bo'lgan va tug'ilib haligi bola katta bo'lganda urug'dan deyarli hech kim qilmagan bir ishni qilibdi dedi. Ya'niki faqat dadasi qilgan, lekin dadani bu bola ko'rmagan hayotda, gaplashmagan. Ya'ni faqatgina dadasi qiladigan qiliqki, boshqa hech kim. Ya'ni nima u desa, bodringni zug'ishgan molokoga qo'shib yeydi ekanda. Tushunasiz? DNK kodni ichidagi bizni qiladigan xatti-harakatlarimiz hatto farzandli bo'lmasak ham bolaga o'tar ekan. Yaqinda bir aytib berdim. Men 3 yoshimda eslayman, dadamlar o'tirardi, ayajonlarim Alloh rahmatiga olsin o'tirardiki, men mosh haydab kelardim. Marojniy deb turib bitta marojlar qilib chiqardim. Quyib berib, hali yo'q narsani yemaguncha qo'ymasdim. Oradan mana 20 yildan ziyod vaqt o'tdi. Alloh taolo alhamdulillah farzand ne'matini berdi. Bir kuni qizim moshinchasini sudrab kelib qoldi. Ice cream deb. Kelib turin, men oldimda to'xtab, ice cream yeysizmi? Ha, yeyman. Mana deb qo'limga berdi, ketyaptiki, miyamga chaqmoqdek urildi. Ayni shuni yoshida men shu ishni qilganman. Ya'ni dadamgadir, yaqinlarimga marojlar qilib yedirib chiqqanman. Bu u payt yo'q edi. Ya'niki 20 yil muqaddam bo'lgan narsani Alloh taolo o'rgatib qo'ymagan bo'lsa, haligi kod orqali o'tmagan bo'lsa, bu qayerdan biladi deb qolasizda. Tushunyapsizmi? Ya'ni ota-onaning xatti-harakatlari, hatto ota-ona bo'lmagan taqdirda ham yosh yigitlar, qizlar hali turmushga chiqmagan bo'lsa, o'zini qilayotgan xatti-harakatlarni nazoratga olsinki, farzandiga hozirdan ta'sir bo'lar ekan. Yaxshi bo'lsa yaxshi ta'sir, yomon bo'lsa yomon ta'sir. Hatto o'sha nimaiki qiliq, yaxshi odat bo'lsin yoki yomon odat bo'lsin, siz qiling, juda ko'p farzandli bo'lganlar biladi. O'sha paytda o'zidanoq agar farzandi bo'lsa, boshqa masofada, boshqa bir joyda bo'lsin, dunyoning bir chekkasida farzandi shu narsalar takrorlanib boshlaydi. Inobatga olishimiz kerak misollar rosa ko'p. Men shaxsan ko'pchilik otalar bilan gaplashib chiqdim. Ayni genni ta'siri bor, lekin 100% emas. Meni farzand 100% otaga o'xshamaydi, ota-onasiga umuman o'xshamaydiganlar ham bor. Ya'ni ularga nima ta'sir qilgan unda? Ularga demak keyingi omillar. Ikkinchi ta'sir qiluvchi omil insonning shaxs sifatida shakllanishida bu oilaviy muhit. Oilaviy muhit qanaqa bo'ladigan bo'lsa, bola ham xuddi o'shanga mosroq bo'ladi. Ya'ni qaysidir bir soha vakillari oila qurishgan bo'lsa, o'sha sohada bola boshqalarga nisbatan nisbiy ustunlik bo'ladi. Ikkita matematik turmush qurgan bo'lsa, oilada faqat kitobxonlik, ilmga rag'bat bo'ladigan bo'lsa, bola yoshligidan bilimdon bo'lib katta bo'ladi. Yoki harbiy bo'lsin, shifokor bo'lsin, bolalarda shu sohada boshqalarga nisbatan ozgina dominantlik bo'ladi, tug'ma talant bo'ladi. Uchinchisi atrof muhit. Bu jamiyat, ijtimoiy muhit deylik. Masalan, ko'p misol keltiraman. Biz o'zimiz vohadamiz, men Jizzaxdan bo'lsam, lekin vodiyliklarni madaniyatiga, ular mehmondo'stligiga, ularning xushmuomalaligiga juda bir doim lol qolib kelaman. Ya'ni ularda ommatan jamiyatda xushmuomalalik bor. Biz tomonga kelaversa, sekin ayniqsa tog'larga chiqaversa, ozgina bu narsa yo'qolib, dag'allashib borishi mumkin. Bir jamiyat vakili sifatida aytaman, shuni tan olib,
Ya'ni kimdir Namangandandir, Vodiydan, Andijonda yo Farg'onadandir, tili shirinligini ko'rasiz. Ommatan boshqa odamlarni ham o'zlarini tutishi bu yosh bolani sekin asta katta bo'lishi bilan ta'sir qilar ekan, xatti-harakatlariga. Va to'rtinchisi insonni o'zini shaxsiy tajribalari, o'tmish xotiralari insonni shaxs sifatida shakllanishi, u qiladigan qarorlari va turmush tarziga ta'sir qiladi. Dangasaligi bo'lsin yoki shijoati bo'lsin, himmati bo'lsin, muomalasi bo'lsin, tili, dili, hammasiga demak shu 4 omil ota-onani, oilaviy muhitni, qarindoshlar ko'proq bu yerda dominant ijtimoiy muhitni va bu yerda nima bo'ldi? O'zini ta'siri bor. Va hech qaysi 100% eng dominant omil emas. Hammasi yig'ilganda shaxsni umumiy ko'rinishi kelib chiqadi. Tushunasizmi? Ota-ona umuman ta'sir qilmagan holatda ijtimoiy muhit buzib yuborgan yoki ijtimoiy muhit tarbiyalab qo'ygan qancha son mingta oldimizda, ko'z oldimizda misollar bor va teskarisi ham. Lekin bular hech qaysini unutmagan holda inson qilayotgan xatti-harakatlarini tahlil qilsa, qaysi biridadir muammo kelib chiqadi. Ya'ni inson o'zi xohlamagan, yomon ko'rgan, xato deb bilgan ishlarni davomiy ravishda qilayotgan bo'lsa, misoldir qimordir yo o'yindir yo dangasalik botqog'iga botib qolgandir yoki o'ta tushkunlikka berilib qolgandir yoki qarzga botib qolgandir. Nimaiki hayotida muammo bo'ladigan bo'lsa, shu 4 ta narsaga qarasin. 4 ta narsaga qarasinki, qaysi bosqichida muammo bor. Ehtimol o'zidadir. Ehtimol atrofida uni o'rab turgan yori do'st birodarlarda, yaqinlarda va eng ko'p gaplashayotgan odamlardadir. Sababi haligi mashhur gap bor edi, nima? 5 tami 4 ta odam bilan yursang, o'shani o'rtachasi sen bo'lasan degan. U haqiqatda ta'siri bor. Sababi inson adashmasam 60-70% suvdan iboratda. Maktabda o'qiganimizda o'sha suvni tajribasi keladi-yu. Bankaga 2 ta suvni qo'yib qo'yib, bunisiga faqat yomon gaplar, bunisiga faqat yaxshi gaplar gapirilganda suv qanaqa o'zgargan tarkibi. Yaqinda boshqa bir eksperiment ko'rdim. Yapon tajriba o'tkazgan. Inshaalloh yaqinda maktabimizda shu tajribani o'zimiz sinab ko'ramiz deb ham. Guruch, ozgina suv qo'shib qo'yganda 3 ta guruch idishchaga solib qo'ygan. Birinchi idishdagi guruchga faqat yaxshi gaplar gapiradi. Ikkinchisiga faqat so'kinishlar, yomon gaplar, uchinchisini e'tiborsiz qoldiradi. Birinchi guruch juda ham bir oppoqqina, chiroylikkina bo'lib, hatto ozgina unib ham chiqqanday bo'ladi, deng. Juda ham bir yeyishlik bo'ladi. Ikkinchisi, uchinchisi yomon gapirilgan va e'tiborsiz qoldirilgani qop-qora bo'lib, yesa bir zaharga aylanib qoladigan darajaga o'zgarib ketgan. Ya'ni bizki agar zahar bo'lib qo'ygan bo'lsak, ya xatolarimiz ko'paygan, gunohlarimiz ko'paygan bo'lsa, ayblarimiz ko'paygan bo'lsa, biz o'zimizga aytayotgan gaplarimiz va bizga aytilayotgan gaplarga ko'p qarashimiz kerak, e'tibor qilib. Nimalarni eshityapmiz, kimlar bilan yuribmiz va nimalarni o'qiyapmiz. Faqat atrofdagi odamlardan ayb qidiravermasdan internetda siz tomosha qilayotgan kontentga ham qarang. Sababi inson bir kunda 15 ming, 16 mingga yaqin so'z gapiradi va qanchadir diapazonda so'z eshitadi. O'sha eshitadigan so'zlarimiz asosini Instagramdagi reelslar yana nimalarni to'ldirib tashlayotgan bo'lsa, unga bir qarash kerak. Yaqinda bir chiroyli bir video ko'rib qoldim. 30 daqiqa agar Instagramda reels tomosha qiladigan bo'lsangiz, 1 minutlik reelslarni to'liq ko'radigan bo'lsangiz, 30 ta video ko'rasiz. 15 sekundlik bo'ladigan bo'lsa, 120 ta video ko'rasiz. Siz yarim soatda ichida 30 bilan 120 ta orasida video ko'rasizki, buni orasida sizga chiqadi kulgili videolar, tabassum qilasiz, xafa qiladigan, ba'zi bir juda ham bir yomon sahnalar keladiki, sizni miyangiz buzadigan yoki psixologik holatdan chiqarib yuboradigan, zeriktiradigan, zeriktirmaydigan. Ya'ni siz yarim soat ichida eng kami 30 xil hissiy holatdan unisiga o'tasiz. Odam miyasi ham mazasi qochib qolsa kerak. Xo'jayin nima qilyapsiz? To'g'ri ma'noda-da, hissiyot juda tez o'ynayversa, ta'sirlanmaydigan bo'lib qoladi odam. Tushunasizmi? O'ta xafa bo'lib turgandan siraz bitta vayn chiqib qoldi, kuldingiz ham. Endi undan keyin bir dahshatli haligi ko'rib qoldingiz, yana xafa bo'ldingiz. Shunaqa o'ynab, haligi xuddiki bu issiq, sovuqni ketma-ket ichaversiz, ming tishni zo'ri ham chidamaydi-yu, oshqozondir, boshqadir kasal bo'lib qolish ehtimoli hech gap emas. Shuningdek, insonning ruhiyati saliga
kasal bo'lib u o'ziga kelmayotgani sababi ham hissiyotga berilmay yaxshi gap ta'sir qilmayotgani yoki biror bir haqiqatda achinadigan narsalar ko'rganda qalbi qotib qolishligi, u seskanmayotganini sababini shundan qidirsin. Ya'niki nafaqat atrofimizda o'rab turgan odamlar, balki biz ko'rayotgan kontentga ham qarash kerak. Siz kimlarni kuzatasiz? Yengil yelpi narsalarni kuzatadigan bo'lsangiz, hayotingiz ham yengil yelpi o'tadi va buni to'lovi juda ham katta bo'ladi. Jiddiy narsalar ko'radigan bo'lsangiz, hayotingiz ham jiddiylashib boradi. Ilm, ma'rifat atrofida quring. Sizni o'stiradigan, faqatgina hiring bilan, lekin bilan o'tib ketadigan reelslar tomosha qilavermasdan, foydali, sizni boyitadigan, aqlingizni kuchaytiradigan narsalar bilan ko'ring. Bo'lmasa, hatto internetda sizni eng yomon dushmaningizga aylanadi. Shuni aytmoqchi edim. Alloh taolo oqibatimizni xayrli qilsin. Ba'zan aqlimizga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilishimiz bor, bandamiz hammamiz. Inson xato qiluvchi, lekin xatokorlarning yaxshisi uni to'g'rilaydigani. Shuning uchun endi shu videodan keyin ko'radigan kontentlaringiz, siz obuna bo'lgan odamlarni bir saralab oling. Va faqatgina sizni kuchaytiruvchi, foydali va ma'lum vaqt qo'yingki, o'sha paytda internetga kirib qolgan paytlari ko'proq tabiiy odamlar bilan, kitob bilan, tabiat qo'ynida ish bilan mashg'ul bo'ling deymiz. Rahmat.